Lexus Jeep'ini qidirayotgan aka-ukalarimizga bitta zo'ri chiqdi. Akamiz buni Yaponiyadan samolyotda olib keltirgan ekanlar, lekin juda bir a'lo darajada pul ketsa, obro' ketmasin deb qimmat samolyotda olib keltirgan ekanlar. Samuraylar haydagan mashinada bu. Buni narxini 47,5 ming qilib beramiz, akalar. Shunday atmetga qilib yaqin aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar, xursand bo'lishadi. 2016-yil probegi 114 ming. Mana shu yerda kichkinagina bir xolimdan kattaroq pitnosi bor ekan. Udarlari yo'q. Motor 4.6 объем. Kraskalari top-toza qirilgan, chizilgan, ko'ngilli xira qiladigan joylari yo'q. Ustinglar bilan bemalol ko'rib tekshirib olasizlar, holati tinmagan, yaxshi akalarim. Jack 460 LYXUC Lexus 4 yumshoq yangi balon. Kurgoy tonirovkali bor. 8 oymadi? Yaxshi radnoy. Radnoy ham zalotoy ham yaqinim. Salonlari zo'r turibdi. Oy 5-6 o'rindiqli ekan. Salonlarda qirilgan, chizilgan, ko'ngilli xira qiladigan joylari yo'q. Lekin knopkalari ham juda ko'p ekanda buni. Xo'p, Lexus 2016-yil 114 ming yurgan. 4.6 объем. Buni narxini 47,5 ming qilib beramiz. Bosinglar.